Boshim. Qayerdaman? Do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan men Kompotman va qayerdaman tushunmadim. Bu qanaqa joy? Stop. O'tgan safar nima bo'ldi? Eslash kerak. Ha, do'stlar, o'tgan safar man qandaydir orolga suzib keldim, keyin yoqdan qochmoqchi edim. Qochmoqchi bo'lgandan keyin kimdir boshimga urdi. Ha, do'stlar, o'shaning uchun boshim og'riyapti ekan. Tushunarli do'stlar, tushundim. Xo'sh, endi bag'dan qanaqa joyligini bilmamcha, o'sha boshimga urganlarniki bo'lsa kerak. Mayli, fermerman. O'zim ushlab tura olmadim do'stlar. Shu ishni qilishga majbur bo'ldim. Xo'sh, o'ylash kerak nima? Do'stlar, kim bizdan baqa qamagan bo'lishi mumkin? Xo'sh. Bilasizlarmi, menimcha 100% stop bu nima? Qanaqadir ovoz chiqaryapti do'stlar. Mana yaqinroq turay. Stop bu hammasini o'zim uyushtirgandim. Orolga tushib qolishing, boshiga urishlari, hammasi meni rejam edi. Sen shunchaki kambag'al ahmoqsan. Sen men bilan tenglashmoqchi bo'lib katta xatoga yo'l qo'yding. Men aytgan paytim Jerevniyadan ketish kerak edi. Endi esa shu yerda yashab qolasan, umringning oxirigacha. Senga hech kim yordam bera olmaydi. Omadsiz. Men bilan o'ynashmaslik kerak edi. Bilardim. Do'stlar, bilmasdim, lekin do'stlar, bu hammasi Jenurson millionerning o'yinlari ekanligini tushunmagandim. Do'stlar, buni qarangga. O'zim ham aytdim qanaqasiga bo'lishi mumkin deb. Yo'q do'stlar, yo'q. Biz bu yerdan chiqib ketishimiz kerak. Bu yerdan chiqish yo'li bo'lishi kerak do'stlar. O'yla, Kompot va o'yla, xo'sh. Bu yerdan qandaydir qilib albatta yo'l bo'lishi kerak do'stlar. O'ylashimiz kerak. Xo'sh, bilasizlarmi? Biz nima qilsak bo'ladi do'stlar? Mana bu yerdagi taxtalarni yo'q, yetmaydi do'stlar. Verstakka baribir bu yerdagi taxtalar yetmaydi. Jenurson o'ylash kerak. Stop. Bu yerda anchadan beri turibdim do'stlar. Men temirdanligi uchun do'stlar sindira olmayman, afsuski. Jenurson o'ylash kerak. O'yla, Kompot, nima qilish mumkin? Bilasizlarmi do'stlar? Bu yerda yaxshilab bosh qotirib ko'rish kerak. Qandaydir qilib, balki sakrasam, osilib sakrasam, balki lyuk ochilar do'stlar. Bilmayman, nima qilishni bilasizlarmi? Mana bu yerdagi taxtalarni shunday qilib qo'yishimiz mumkinki do'stlar. Shunday qilib, agar taxtalarni hozir men sizlarga ko'rsataman, bir usulda qo'yamiz. Menimcha shunday qilsak stop bu nima? Mayli, tushunmadim. Qandaydir qog'oz. Xo'p, mayli do'stlar, bilasizlarmi? Xullas, meni xayolimga kelgan narsa shuki, stop. Sizlarmi ko'rdingizmi? Qanaqasiga? Men do'stlar, bilasizlarmi, Minecraftda yarimta bloklar borligini bilaman, lekin bunaqasini birinchi marta ko'rishim. Do'stlar, bu qog'ozda nima yozilgan? Xo'sh. Men stop. Bu qanaqadir kundalikka o'xshayapti do'stlar. Meni tanimasliging stop. O'tirib olishim kerak. Xo'sh do'stlar, hozir o'qishni boshlayman. Salom, notanish. Men ya'ni tushunmadim do'stlar, yozuvlar o'chib ketgan, o'qish qiyin bo'lyapti hozir. Men sendan avval bu yerda bo'lganman. Bu yozuvni ko'rayotgan bo'lsang, demak men allaqachon o'lib ketganman va o'rnimga seni olib kelishgan o'ylashimcha. Bu hammasi millionerning rejasi. U juda ham boy, badavlat va kuchli. Unga hech kim bas kela olmaydi. Minecraftda undan ko'ra kuchliroq kuchli yozuv o'chib ketgan do'stlar. Tushunmayapman. Xullas, nima bu yerda bug'doy bloklari ostida sandiq bor. Sandiqda temirlar bor. Omad. Tushunmadim. Bu hozir Jeter millionerni maqtadim yoki bizga chiqish yo'lini aytmoqchi bo'ldim do'stlar, tushunmayapman. Jenurson, nahotki bu sandiqning ichida temirlar bo'lsa do'stlar. Do'stlar, agar bu yerda rostdan temir bo'lsa, men yo'q, mana bularni bu yerga tashlaymiz. Xo'sh, qani? Do'stlar, rostdan temir. Bu yerda rostdan temir bor do'stlar. Xo'sh, endi bilasizlar nima qilsak bo'lar? Biz hozirning o'zida
bu yerdan chiqish rejasini qilishimiz kerak. Bizga kirka kerak do'stlar. Kirka xo'sh yana nimadir yozilgan bu yerda. Keyingi betlarda bu temirlarni olish menga qanchalik qiyin bo'lganini bilmaysan. Bu millionerning super himoyalangan qamoqxona Jinursin. Nega bu odam buncha millionerni maqtaydi? Qamoqxonadan qochib bo'lmaydi. Bilasizlarmi? Menimcha bu yerdan qochsa bo'ladi, lekin bizga daraxt kerak. Daraxtni esa qayerdan topishni do'stlar hozircha bilmayapman, chunki bizga bu yerdagilar yetmaydi. O'yla kompot, o'yla nima qilsang bo'ladi, kompot, o'yla. Balki do'stlar, balki mana bularni orasida biror narsa bordir bizga kerak bo'ladigan. Yo'q. Jinursin o'ylash kerak do'stlar. Menimcha menda qayerdadir daraxt bo'lagi bo'lishi kerak. Daraxt mana do'stlar topdim. Cho'ntagimda turgan ekan. Avvalgi safargi videoda kim ko'rgan bo'lsa, men o'zim bilan narsalar olib olgandim. Shularning ba'zi bir cho'ntagimda qolgandi do'stlar. Xo'sh, yaxshi do'stlar. Wow! Bu yerda bilasizlarmi? Almazli ketmon bor ekan, gap yo'q do'stlar. Lekin biz bunga vaqtimiz yo'q. Biz tezroq daraxtni ekishimiz va kutishimiz kerak. Bu nimani hidi? Ey, do'stlar, daraxt yonyapti. Daraxtni o'chirish kerak. Olovni o'chiramiz. Bo'ldi, o'chdi. Xudoga shukr. Jinursin mana bu fakellarni deb yonib ketyapti. Daraxtimiz juda ham kichkinagina, lekin mayli, nima ham qilardik. Boriga shukr. Shu daraxt bo'lmasa, bilmadim nima qilardik. Xo'sh. Endi astagina bularni sindirishimiz kerak do'stlar. Faqatgina sekin bu ish qilishimiz kerak, bilasizlarmi? Bularni ham negadir menga millionerning navbatdagi rejasi bo'lib tuyulyapti. Mayli, bu shunchaki gumon bo'lib qola qolsin. Hech qachon haqiqat bo'lib chiqmasin bular. Mayli. Xo'sh, yaxshi. Mana bo'ldi do'stlar. Ish qilib bu yerdan chiqib keta olayliklar. Do'stlar, bo'lmasa biz bu yerda qolib ketsak, Jitil millioner bilmadim nimalar qiladi. Derevnyamiz, men derevnya uchun, u yerdagi jitillar uchun xavotirdaman. Shuning uchun tezroq bo'lishimiz kerak. Xo'sh, yaxshi. Mana do'stlar ketdi. Mana temir bizda, kirka tayyor. Do'stlar, bu hissiyot juda ham ajoyib. Kirka yasash. Xo'sh, endi mayli, hissiyotga berilmasdan tezroq narsalarni olamiz. Kim biladi, jitil millioner bizni qayerga tashlagan? Balki ko'chada hozir -40 gradus sovuqdir. Bu millionerdan bu kerak. Millionerdan hamma narsa kutsa bo'ladi do'stlar. Balki umuman sahroni o'rtasida tadbirimiz, lekin bu yer ancha hozir sovuq, shuning uchun ham unchalik sovuq emas, shunchaki bilmadim, qandaydir sovuqlik bor. Balki bu yer ostidaligim uchundir, lekin hozir bu muhim emas. Mana bularni hammasini olamiz do'stlar, bizga hammasi kerak. Yorug'liklar, fakellar. Xo'sh, yaxshi. Mana bularni ham olamiz. Endi bizga bittasini mana bu yerga qo'ysak, xo'sh, yaxshi. Endi yorug'lik bor. Xo'sh. Mana bularni qo'yib, bug'doyning bloklarini, xo'sh, endi stop. Yo'q, noto'g'ri qo'ydim. Mayli. Xo'sh, yaxshi. Bo'ldimi? Tushunmadim. Bu yer shunchalik past ekan. Mayli, hozirning o'zida bo'ldi, tayyor. Plus bitta lyuk va ozodlik tomon bitta qadam ketdi do'stlar. Yaxshi. Juda ham tez tugadi. Mayli. Xo'sh, bu yerda qayerdamiz? Do'stlar, faqat menga bu jitil millionerning uyi demang. Menga iltimos do'stlar, faqat bu jitil millionerning uyi emas, kompot. Sen shunchaki kanalizatsiyadan chiqib qolding denglar. Xo'sh, lekin mayli, baribir ehtiyot bo'lish kerak. Xo'sh. Stop. Menga shunday tuyulyaptimi yoki Jinursin? Bu do'stlar o'zimizning derevnya-ku. Endi yo'q do'stlar, yo'q. Bu tush shunchaki tush. Buni qaranglar. Yo'q, tush emas, yorug' bo'lyapti hozir. Tush bo'lganda balki uyg'onib qolarman do'stlar. Jitillar chiqmasdan tezroq uyimga borishimiz kerak. Xo'sh, uyim qani? Mayli do'stlar, vaqt yo'q. Bir joyga borishimiz kerak. Men qayerga borishimiz kerakligini bilaman. Xo'sh, bir daqiqa shu yerda bo'lish kerak. Xo'sh.
Mana shu yerdagi eshik hoy do'stlar ochiq ekan yaxshi. Do'stlar vaqt juda ham kam, shuning uchun men sizlar bilan xayrlashaman va keyingi safar nima qilishimizni o'ylab ko'rishim kerak. Do'stlar, mayli, hammaga tomosha uchun rahmat va xayr.